assalomu alaykum. Aytib o'tganimdek Samarqand darvozadagi obyektimiz xudo xolasa bu yerda 50% ishlarini xudo xolasa bitkazdik. Mana hozir bu yerda detskiy spalnimiz bo'ladi akalar. 3 metrga 4 metrlik detskiy spalni bu yerda kichkinaligiga daroshka qilib berganmiz akalar. Passivetkali 50 santiga keyin parda joy qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin akalar. Xudo xolasa ishlarimiz ideal darajada chiqdi. Keyingi xonani ko'rsatamiz. Bu yerda detskiy spalni bo'ladi. Bu o'g'lini spalnisi akalar. Bu yerda ham shu kichkinaligi sababli 370 ga 370 spalnimiz bo'ladi. Bu yerda ham daroshka qilib berganmiz. Boshqa narsa uyda egasi yoqtirmagani uchun shu eng biz trenddagi figuramizni qilib berganmiz akalar. Bu yerda ham shu 50 santiga daroshka ishlab berganmiz. Parda joylarini qilib berib, o'ziga yarasha derazasiga shunaqa ideal darajada ishlarimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa ideal darajada sifatli qilib, chiroyli qilib topshirib beramiz akalar. Oxirida ham bitgan holatini ham videolarini qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar akalar.